Maşalloh do'stlar, qaranglar, orqamda onam turibdi, otam turibdi va Allohning uyi turibdi do'stlar. Ota-onalaring bilan shu yo'llarda yurish, tavof qilish sizlarga ham nasib qilsin do'stlar. Chin dildan niyat qilinglar. Allohning uyida sizlarga duo qilyapman. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Duo qilinglar bo'ldi. Hammaga duodan do'stlar. Mana otamga ham, onamga ham nasib qildi. Allohning uyi nasib qildi do'stlar, nasib qildi. Keyin do'stlar mana yo'lda Bilol do'stimiz chiqdi. Musulmon bo'lmasa ham meni ko'rib, sen bilan boraman deb islom dinini qabul qildi. Allohim qaranglar, tez orada Allohning uyiga Ka'bani ko'rishlikni, Allohning uyini ko'rishlikni bunga ham nasib qildi do'stlar. Mana ota-onamga ham, Biloljonga ham nasib qildi do'stlar. Hammaga rahmat. Kuzatib turganlar. Har kuni menga duo, menga yaxshilik qilganlar